Assalomu alaykum barchalarga. 20-darslikni ko'rib, o'zinglarga xulosa chiqarishlarini so'rayman. Avvalo kuzatib borayotganinglar uchun rahmat kattakon. Obuna bo'layotganinglar uchun, ozgina qo'yayotgan videolar bee'tibor qoldirmayotganinglar uchun. Barchalarga bu video manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Imtihonga kirayotganlar bilan gaplashyapman, haydovchilik guvohnomasini olish uchun test savollarini yechayotgan bolalar bilan gaplashyapman. Kirib chiqib tajribasi bor bolalar bilan gaplashyapman. Ko'pchiligida bir xil narsaga e'tibor bermaslik o'zini qayta imtihonga kirishga majburlayotgan. Xo'p, birinchi o'rinda imtihonga tayyorgarlik ko'rish kerak. Albatta, telefonlar bor odamlarda qulayliklar bor, prilojenalar bor. Avtotest deb prilojenalarga kirsanglar, imtihondagi savollar prilojenalarga qo'yilgan. Shu prilojenalar orqali Google ilovasi orqali, App Store ilovasi orqali yuklab olib ko'chirsanglar, imtihonga tayyorgarlik ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda tayyorgarlik. Sababi imtihonga borishdan oldin, to'lov qilishingizdan oldin o'zingiz uyda vaqtingizni qadriga yetib, tayyorgarlik ko'rib, darslarda o'rganib, testlarda yechib, harakat qilsangiz albatta natija bo'ladi. Agar bu ilovalardan foydalanmasdan, bironta testga tayyorgarligingiz bo'lmasdan borib to'lovlarni amalga oshirib imtihonga kiradigan bo'lsangiz, u savollar sizga yangidek, oldin eshitmagan savollaringizdek ko'rinadi. Belgilarni tushunmaysiz. Bunda tayyorgarlik ko'radigan bo'lsangiz, albatta borganingizda bu o'rganayotgan savollaringizdan siz test jarayonida uyda o'rgangan testlaringizdan tushishi mumkin u yerda. Shuning uchun albatta vaqtinglarni qadriga yetib, tayyorgarlik ko'rib borishinglarni so'rayman. Men bu yerga yozib qo'yganman doskaga, mana birinchi o'rinda tayyorgarlik. Amal qiling deyapman. Tayyorgarlik qiling. Vaqtingizni 1 oy sarflaysizmi, 1,5 oy sarflaysizmi, shu testni o'rganing. 150 taga qo'yib oling, uyda imkoniyatingiz bo'ladi. U yerda 20 ta test bo'ladi. 25 minut vaqt beriladi. Hozircha keyin o'zgaradimi, o'zgarmaydimi, buni vaqt ko'rsatadi. Xo'p. Uyda hamma testni, savollarni, almashuvlarni ko'rib turib, 150 ta, 100 ta, 80 ta, 40 ta, 50 ta qilib testlarga qo'yib olib tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Yo'l qoidalari degan kitoblar bor. Internet tizimida mana Google ilovasida Autotest Pro prilojenasi orqali juda yaxshi bo'lib qoldi. Imtihon testlariga tayyorgarlik ko'rish. Imkoniyatlar katta. O'rganish kerak, o'zimiz jichcha qunt qilishimiz kerak. Ikkinchisiga yozdim, shoshmaslik. Ya'ni siz tayyorgarligingiz bor, siz real imtihonga kirdingiz, to'lovlaringizni amalga oshirdingiz, test savollarini yechayotganda 25 minut vaqtingiz bor, lekin siz shoshilyapsiz. Qayerga shoshilyapsiz? Shoshilmang. O'qib, tushunib, vaqtingiz bor. Vaqtingizni qadriga yeting. Xo'p. 20-darslikda aytib o'tdim mana. 20 tadan 10 ta topdim deb. Bu juda o'ta yomon natija. U yerda 3 ta xatoyingizga imtihondan chetlashtiriladi. 3 ta xato ham 17 ta ham o'tdi hisoblanadi. 17 ta degani ham baribir 20 tadan 20 ta topish kerak. Chunki 25 minut vaqt berilyapti. Siz imtihonga tayyorgarlik ko'ryapsiz, lekin xato qilyapsiz. Shuning uchun agar siz xatoyingiz bo'lsa, imtihondan yiqilsangiz, albatta bu siz cho'ntagingizga ziyon. Shuning uchun harakat qilaylik. Avtotest, avtoimtihon, Avtopro prilojenalaridan, test imtihonlari prilojenalaridan foydalanib, testlarni yechib, vaqtimizni qadrlab, imtihonlarga tayyorgarlik ko'raylik. Xo'p, shu ta'kidlaganimdek 20-darsimizda 7 daqiqada imtihonni men tugatyapman. Kirgan vaqtimdan boshlab 7 daqiqada 10 ta xato bilan. Menga o'zi 25 minut vaqt berildi. Shuning uchun vaqt qadriga yetmaganim uchun, yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganim uchun men imtihonni o'ta olmay yiqilyapman. Bu uyda bo'layotgan narsa, imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtim.
Hozir o'zimda bemalol vaqt bo'lib turib, vaqtimni qadriga yetmayotganim uchun shunaqa holat, shunaqa yomon natija bo'ldi. Agar yaxshi natija bo'lish uchun tayyorgarlikni yaxshi qilib, haqiqatdan real imtihonda o'tiradigan bo'lsam, albatta vaqt qadriga yetishimiz kerak, vaqtni qadrlashim kerak. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Albatta 25 minut vaqt berildimi, 25 minut vaqtingiz bu yoqda 10 minutda tugatib qo'ymang. Siz savollarni yaxshi tayyorgarlik ko'rib borgan bo'lsangiz imtihonga, mayli savollarni tushunayotgan bo'lsangiz, belgilab tezroq vaqtingizni belgilab chiqib ketavering. Lekin shoshma-shosharlik bilan, xatolar bilan boshlamang. Xato belgilamang. Tushunmadingizmi? Keyingi savolga o'tib turing. Biladigan shu keyingi savollaringizni o'tib belgilab turib, yana bu tomonda belgilamay ketgan javoblaringizga yana qaytib belgilasangiz bo'laveradi. Albatta vaqtingizni qadriga yeting deyman. Agar tayyorgarligingiz zo'r bo'lsa, ikkinchi o'rinda shoshmasdan belgilasangiz, o'qisangiz, izlansangiz, albatta yaxshi natija bo'ladi. Men barchalarni haydovchilik guvohnomasiga tayyorgarlik ko'rayotgan akalar, ukalar, opalar, singillar hammanglarni imtihondan yaxshi natijalar bilan o'tishingizni tilab qolaman. Imtihondan a'lo darajada topshirib chiqib, haydovchilik guvohnomasini olib, kommentariyaga haydovchilik guvohnomasini oldim deb yozib qo'ysangiz men xursand bo'laman. Birgalikda Xudo xolasa bu video kontentlar barchalarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Birgalikda 1 million obunachiga yetamiz. Obuna bo'layotganingiz uchun hammanglarga rahmat. Kuzatib boringlar. Bu kamtarona videomizni qo'llab-quvvatlayotgan hammanglarga, obunachilarga, kuzatib borayotganlarga, hammanglarga, o'zbekzabon aka-uka, opa-singillarga hammanglarga rahmat deb qolaman. Kuzatib boring, biz bilan qoling. Sizlar bilan Oboson TV bo'ldi. Rahmat kattakon.